Assalomu alaykum. Hurmatli Nur Mebel obunachilar va Xudo xolasa ikki xil rangdagi HT fazonimizdan bitta. Ko'rishingiz mumkin, bittasi молочный oq, ikkinchisi qora ranglisi, qora pantera ham deymiz, ko'pchilik biladi. Xudo xolasa yo'q, chiroyli bo'lib bitdi. Bunisi zakaz. Farg'ona Qumtepaga ketadi. Xudo xolasa hozir dastavkaga endi chiqaramiz. Ugolovlarimiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, razmeri 430 ga 230, jurnalnisini razmeri 275 ga 90 bo'ladi. O'zi taburetchasi 3 ta bo'ladi. Bunisiga bitta taburetcha qo'shib berdik. Bitta taburetcha qo'shib bering deb, taburetchasini bitta qo'shib berdik. Bonusiga bitta bolishini ham ko'paytirib qo'ydik. O'zi 4 ta bo'lardi. Mana bunisida standart holati 430 ga 230, 4 ta bolish, 3 ta taburetchasi bor. Bunisini ham jurnalniy stolning razmeri 275 ga 90 bo'ladi. NDFdan, xudo xolasa. Ichlari ham baquvvat, xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Tilla qilib sepganmiz, o'ziga moslab. Betlari qora. Ishda o'ziga moslangan. Bunisi ham shunaqa. Ishda o'ziga moslab qo'yganmiz. Bet tepasi oq, bu taglarini tilla qilib, keyin oyoqlari ham 6 oyoqli, o'rtasiga bemalol chiqaveradi. Bitta odam chiqsa ham bemalol ko'taraveradi. Ko'rishingiz mumkin. Ugolovlarimizni ichlari 100% sasna yog'och, pampers prujinada. Bir qarich ham tera yog'och aralashmagan, xudo xolasa. Dekorlarni ham ko'rishingiz mumkin, o'ta go'zal bo'lib tushdi. Vayni akamiz zakaz qildi buni, o'zi Jizzaxda xizmatda ekan. Jiyanimga deb yaxshi niyat qilib zakaz qildi. Mana ko'rishingiz mumkin, orqalari ham o'zini materialda bir xil qilib yopilgan. Bu qorasini ham orqalari o'zini materialida. Bu qoraga ham bitta bonusimiz bor, xudo xolasa. Ko'rishingiz mumkin, bu orqasi ham o'zini materialida. Aytganimdek, bu qoramizga ham unisiga bolis qo'shib bergan bo'lsak, bunisiga sal kattaroq qilib taburetga qo'shib beramiz. Mutohidin. Taburetdan suraring. Bunisiga bitta taburetcha qo'shib beramiz. Taburetchamiz bor bitta. Anchadan beri turibdi. Shuni bonus qilib qo'shib beramiz. Mana bunisi o'zi 4 ta taburetcha bilan buni pulga qo'shib berdik. Bunisiga bonus qilib qo'shib beramiz. Mana shu taburetchamiz bor mana. Razmeri bundan ko'ra nisbatan kichikroq, eniga ham, bo'yiga ham. Xuddi shu taburetchani bonus qilib qo'shib beramiz shunga. Anchadan beri turibdi. Lekin ichlari xudo xolasa pokiza. Bu ham qorasidan qilib bergandik, kerak emas dedi, shuning uchun olib qoldik bunisini. Hop, kimga kerak bo'lsa aloqa chiqarsa, narxini aytib o'tadigan bo'lsak, narxi shu turishi 5,5 million so'm bunisi. Bunisi 5 million 800 ming so'm. Bitta taburetcha qo'shilgan hisobiga 6 million so'mga qilib berdik shu turishini. Keyin buni nima farqi bor desanglar, farqida materialda farqi bor. Bunisi mana teddy material, qimmat materialdan 1 metri 38 ming, 40 ming, 45 minggacha bo'ladi bu materiallarimiz. Onimiz unaqa qimmat material emas, shuning uchun bunisini sal arzonroq 300 ming so'm shu materialning farqi qo'shiladi. Mana shu materialning farqi 300 ming so'm farq qiladi, shunisini qo'shib qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Aytib o'tganimizdek, ichlari 100% sasna yog'och, pampers prujina. Pampers prujinasi ham to'liq qilib qo'yilgan, katta razmerda. Bunisini xudo xolasa olib borib o'rnatgandan keyin ham bitta videoga olib qo'yishga harakat qilamiz. Farg'onaga, Qumtepaga ketyapti. Kimga shunaqa ugolovlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa o'zimizda mashina bor. Kimga kerak bo'lsa shu nomerlarga telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib olib borib o'rnatib beramiz o'zimiz. Vodiy ichida, qolgan viloyatlarga vodiy ichida shu narxini aytdik-ku. Vodiy ichi dastavkasi bepul shu pulning ichida. 5 million 800 ming so'mning ichida. Vodiy bo'ylab dastavkasi bepul. Bunisi 5,5 million so'mga vodiy bo'ylab dastavkasi bepul. Bunimiz qoramiz nalichida turibdi, tayyor. Kimga siroshniyga kerak bo'lsa 5,5 million so'mga qilib beramiz. Bitta taburetchasi bonus holatida. Kimga kerak bo'lsa vodiy ichida dastavka qilib beramiz. Qolgan viloyatlarga iloji boricha arzonroq shopirdan chiqarib berishga harakat qilamiz. Telefon qilib aloqa chiqarasizlar, xudo xolasa nomerlarimizni qo'yib beramiz. Kimga shunaqa sifatli, yaxshi ugolovlar kerak bo'lsa,
murojaat qilaverasizlar xudo xohlasa. E'tiborlaringiz uchun rahmat.